Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede sıdağacıyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü sağış keman 20. ayının 24. günü. Haftaki seyşembe. Vaziyetin bir kelime eysak. Hazır Amerika Koşmuş Ştatlar'la Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti oturusundaki diplomatik sürgülüşle yukarı götürülüşü başladı bulup mu? Avvalki bir neçə qatımlıq töhmətlərdən ki, bu qatam Cumhuriyet Fransiyat Qırışlıq baş elçixanası hem Amerika Koşmuş Ştatları hükümetiga haqorat keltirdi. Vaziyet muşu. Şununla münasebetli leksiyada bugün muhakemeni kılalmasak muhakemeni etiga kaldırımız hürmetli vatandaş. Mavzumunda çok çatak çıktı mı? Amerika harbiy parxodları Janubi dengizda mashq qilib etib, harakatga qo'yib berdi. Mavzuli xabar 3-ayning 23 kuni erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi xabar. Bunday başlar. Amerika Qo'shma Shtatlar 7 eskadron 23 kuni tushdan keyin Facebookda xabar tarqatib bunday ko'rsatdi. Amerika armiyasi USS Barry DDG-52 belgelik parxod Janubi dengizda amaliy o'q bilan mashq qilayotganda bir dona raketa qo'yib berdi hamda urush ahvoli markazida mashq qilib bordi. 7 eskadron yani Facebook suratli xabarda bunday ko'rsatdi. Bu harbiy parxod amaliy harakati orqali endi Tinch okean rayonining bexatarligi va tinchligini qo'g'dab, dengiz armiyasining eng cho'ng qo'g'lug'uchi parxodi O'rta Atlantikaning 15 gruppasi ham 7 eskadronning qo'mondonligi ostiga qo'yildi. Eng oxirida yana Amerika armiyasi tayyorlanib bo'ldi deb eskartishmadi. Amerika armiyasi tayyorlanib bo'ldi deb eskartishmadi. Tayvan Demokratlar Partiyasi Qonun chiqarish komitetining a'zosi Wang Dongyu Facebookda bunday ko'rsatdi. Amerika dengiz armiyasiga mansub qo'g'lug'uchi parxod Janubi dengizda amaliy o'q etib mashq qilayotganda bir dona raketa qo'yib berdi va mashq qilib bordi. Bana kaldırgan, bu işten bana kaldırgan təsiratı şu oldu ki, bu elbette Amerika Moşu deniz yüzüde Tınçıkıtın raketa koyup bergen bulundu. Cumhur'un dervası aldıda raketa koyup beriş, bu ciddi vaka bulup hesaplanıdı dedi Wang Dongyu. Wang Dongyu bunday hesapladı. Cumhur'un ichki qismida bir zo'r vaqa yuz bergan bo'lishi mumkin. Diqqat bu jumlalar vatandaşlar. Yoki bu ahvoldan qaraganda Cumhur armiyasi besim ishlatishni yuqori ko'targan harakat bo'lishi mumkin bu harakat. Bundan 10 saat burun Prezident Trump hedegidek Xi Jinping bilan telefonda sözleşip aralıkta 6 saat ötmeyle 7. eskadron bu haberde tarqatdı. Tayvan texmo yaqindan diqqat qilishi va kuzatishi kerak. Bunu taklitlarga qoldiramiz vatandaşlar.